Iqtisodiy sudlarda ishni sud muhokamasiga tayyorlash tartibi bo'yicha tushuntirish bersangiz. Ishni sud muhokamasiga tayyorlash chog'ida sudya fuqarolik huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan nizolar bo'yicha soddalashtirilgan tartibda ishlari bundan mustasno. Da'vo arizasi ish yuritilishiga qabul qilingan va ish qo'zg'atilgan kundan e'tiboran 10 kunlik muddat ichida sudgacha majlis o'tkazilishi mumkin. Sudgacha majlis sudya tomonidan 10 kunlik muddat o'tkazilganda da'vogarni da'vo arizasi bo'yicha so'roq qiladi. Da'vo arizasi bo'yicha yana qanday hujjatlar sudga taqdim qilinishi lozim bo'lsa, u hujjatlarni talab qilib oladi. Shuningdek, da'vogarning da'vo arizasi bo'yicha bildirishi lozim bo'lgan javobgarning fikrlarini eshitadi. Da'vogarning da'vo arizasiga qarshi qanday hujjatlar mavjud bo'lsa, ularni talab qilib oladi. Taraflarni kelishtirish choralarini ko'radi yoki taraflarni ishni boshqa kelishuv bitimi yoki muqobil usullarda tugatish bo'yicha taraflarni tushuntiradi hamda bu bo'yicha qanday oqibatlar kelib chiqishi mumkinligi bo'yicha ogohlantiradi. Shuningdek, sudgacha majlis belgilangan tartibda taraflarni xabardor qilinganlik faktini belgilovchi vositalar orqali xabardor qilinadi. Ya'ni bu telefonogrammalar bo'lishi mumkin yoki sudgacha majlis o'tkazilishi bo'yicha xabardor qilinganlik faktini belgilovchi boshqa aloqa vositalar orqali foydalanishi mumkin. Sudgacha majlis o'tkazilganligi bo'yicha bayonnoma yuritiladi. Bayonnomada yil, oy, kun ko'rsatiladi. Sudyaning ismi sharifi, sud majlisi kotibi, shuningdek taraflar, ularni da'vo arizasi bo'yicha uning mazmuni, shu holatlar ko'rsatiladi. Agarda sudgacha majlisga taraflar kelmagan taqdirda bayonnoma yuritilmaydi. Shuningdek, sudgacha majlis o'tkazish bo'yicha ish yuritish to'xtatilib turilishi, tugatilishi yoki da'vo arizasi ko'rmasdan qoldirilishi mumkin.